Ben Qiyan qabiləsinin aqsaqılı Yasugayning nökürü To'xtov bo'laman. Xo'jimiz shundoq topiladi. Biz yaylaq odati bo'yicha kelinchakni bulab ketamiz. Kelinchakni tashlab qo'yib, darhol ketinglar. Aka, qanday qilamiz? Biz 12 qurolliq odam bor. Ular 5 odam tursa, nimda qo'rqamiz? Undaq dema. Bu ularning yayliqi. 50 getta 500 odam kelib qolsa-chi. Biz tugashdik. 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 O'lin. 5-10 kun amriq ar-xotin bola bo'lmaylar. Sizni bulab ketadigan bo'ldi. Chiladi. Bellardagi qilish emasmi? Tomirlarda iqotqani erkakqin emasmi? O'g'il yigit otqin mingan. Misra qilishlarimiz bilan markatlarning botirligini bir ko'rsatib qo'yaylik. O'zini deb sizlarni o'limga tutib qo'ymayman. O'lim. O'ylamabdiman. Rizqimiz mushakchi qo'shilgan o'xshaydi. Ko'k tangri, bola qazanim chiqman Chiladuning bishiq keladigandir. Chiladi. Sil yaramliq er. Lekin yaylaq botir bo'lishga munosib emas. Bu men kiygan chamcha. Buni ilib darhol qasila. O'lin. Canları aman qasila. Siligi məhbə harvalada. Qızlar bilan ağ çıxınımla tayyor bo'layverdi. O'lin. Chilgar. Menga bir at bilan bir qilich bering. Aka. Meni numus qo'ymoqchimisan? Men bu qo'rqmayman. Yasugayni qinini tugayli. Tugashdik. Demedimmi? Behuda o'ladigan bo'ldik. Chiligar, tez qoch. Aka! Qo'g'limanglar. Bu qaytib berib, markitlarning g'azab o'tini qo'zg'asin. Bu o't Yasugayni kuydirmasin. Uni tutinglar, yuringlar.
Siz kim bo'lasiz? Ular nima uchun sizni qo'g'laydi? Ular o'ltirayotgan kishi kim bo'ladi? Erim. Eringiz? Ha, erim. Yığınlı toy qilib edik. Uni o'ltiribdi. Uni kim o'ltiryapti? Yesugey. Eringizni Yesugey o'ltiryaptimi, ha? Ha. Men uni yaylaq botir deb biletdim. Ammo u chilbirdimi o'ta yovuz nemikan. Biz hammamiz Mo'ng'ul qiyon qabilasidan bo'lamiz. O bizning oqsoqolimiz Yesugey botir. Yesugey bo'lamdilar. Yesugey. Ular zodi kimlar bo'g'iydi? Nemishqa nomlarini setib, kelinchak bo'laydi. Ağa, bu çoğun bizden başka kabileler bilen boğan münasibetimizin buzuşun itibar rakiplerimizden işi. Ularning unda qor niyetligini bilgan bo'lsak, baya herkes rahim qilmaydik. Berib ularning kallasini alayli. Ular to'shqandek bardigan yerlarga allaqachon berib oldi. Siz qaysi qabiladan? Ismingiz nima? Eringiz kim? Qo'ng'rat qabilasidan. Ismim O'lin. Erim Markit Oqsoqlining inisi. Chilada bo'ladi. Meni qutqizib olganlar Qashqarlar. Yesugey. O bek chiroyli ekan. Esilzodi Qo'ng'rat Soyib Jamoldan boshqasini olmayman deb qasam qilmagan edilar. Ko'k tangrim mana oldinlarga ep kepti. Yo'q, men Markitlarning amriga o'tib bo'lgan odamman. Biroq o o'ldi. Yo'q, o qochib ketdi. Yuring. Biz bilan keting. Köprek adam bilan kelgan bo'lsak, o'lini Yesugey bulab ketamaydi. Bumi obdan bo'ldi-ku. Silichi bo'lganda Asli Yesugeyni balog'i tiqmoqchi edik. Mana endi balog'i tiqildi. Markitlar endi uning jon tikadigan bo'ldi. Yuringlar. Chu. Chu. Lanetler! Urtluda çıkan samanlar! Hay sen kelecekli hap kısam! Kazanı komşaysan! Yesugey aksakal! Yaraydı kella! Sahip Cemal'ını teyip attılar! Hey Seçebek! Uyad nim boptu? Yesugey Merkit'nin xotununu bulap yaptı. Targutay, berip tayarlık kıl. Ha? Nemek tayarlık kılma? Uruşqa tayarlanmam sen. O Merkitler Aksakal'ın inisinin xotununu bulap gelse, Merkitlerini ölçemaydı demsen. Yesugey, bir xotunu deb, Merkitler bilen tekme o'chakashmoqchimisan? Biz Mo'ng'ullarni sen yeni qirg'inchilik girdobga ishtiray demsan. Nima? Markitlarning qilichidan bekla qo'rqib ketgan o'xshamamsan? Ha? Kulishma! Yesugey, Markitlar kelinchakning bulab ketilganligini bilsa, Mo'ng'ullarning beshig'i yana nayzi qilish yoqdi. Biz ularga chiqilmagan chog'ladimi? Mo'ng'ullar nayzi qilishlarning dardini ostatdimi? Foydani salla oladigan ish yo'q. Dardingni hammaylar tatimiz. Gapanglar, u ayolni darhol olib et. Sen Xuljin Zalxanning o'zigansan. Nima? Seni bexil, oshko'z deb ataman.
Yasugey! Ro'yingni bu olbosdi, chirmabopti. Ko'nglingizga ammang. O marhum qolgan ammag'ayning yaramas navrisi Targ'utay bo'ladi. Hörmətli sahibəm, ismim Guaqçin. Bugündən başlap huzurlarda, xizmətlərdə bolaman. Çarşlarını yeni kelin siyaqıt yasap qoyay. Şundaq qısıla. Öyümni vaqtincha analarning uyi o'rnida bilgaylar. Pah, nim degan chiroyli chash bu. Xuddi onun daryosining iqinlaridek. Yesugayning mo'musumu qo'ng'ratlarning sahib chamallaridan edi. Biz Mo'ng'ullar burundilla qo'ng'ratlar bilan qudilishib kelgan. Yesugay hocam qasam qilib, qo'ng'ratdan boshqa ulusning qizini olmayman deydigan. Shundaq. Mushu kunlarda biz tatarlar bilan to'la urushib turg'ashqa, kun chiqishga boradigan yo'llarimiz uzildi. Yaylaqdagi yigitlar 12 ga kirsil o'ylinatdi. Yesugay 28 ga kiribmi, yana o'qishdak shuruydi. U ko'z oldimda cho'ng bo'lgan. Bu ishqa mendek didakning mujurki etishidi. Teleganga bera debdikan, ko'k tangrim silinini isib qipti. Yaylaqdan bulab kelgan kelinchak to'ylishib olgandimi aziz deydi ekan. Sili bek chiroyli kella. Yesugay haqiqatan talaylik. Yesugay Mo'ng'ul qiyon qabilasining oqsoqili. Oltin urug'ning avlodi. Haqiqiy botir. Botirga sahib Jamol jir bo'ladi degan shu-da. Sahibam, Yesugay jangaqda qonni ko'si mit qilmaydigan azmat bo'g'ini bilan o'zi kuyimchan, bag'ri yumshoq odam. Sizlar uning yotliq bo'lsalar, albatta baxtlari ichiladi. Hammanglar ambag'ayning avlodlari. Tayjo'g'ut urug'ining boturlari. Qani hozir odamlaringlarni boshlab menglar. Yasugaydek vafosini o'ldiraylik. Yuringlar! 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 Targ'utay, Mama, sizlar zodi nim qilmandinglar. munofiq Yasugay umidlarini yadi qo'ydi. Men hammani bilib bo'lgan. Mama, Gapni angla. Odamni o'ltirdigini faqat qilishla emas. Yana vaqt bilan sabrchanligim bor. Bu ishni eg'izga olma. Bora. Ata Yasugay bilan heliq bulab kelgan ayolning to'yi qatnashishga tayyorlik qil. ma'qul. Mən Toxtuğa, Mərkitlərinin 3 əcdadının royuğa, həm Monqollar öldürüb etken çilədu bilən Mərkit baturlarının royuğa qəsəm qılımən ki, arnumuz üçün Mərkitlər Tatarlar bilən birləşib, barlıq Monqol ayallarını bulab gelib, xotun, toqal, qol, didək qılımız. Uçurğanlıqı Monqol ərlərini birini qoymay qırıb etimiz. Oqsoqol, marketlar biz bilan birga Mo'ng'ullarga hujum qilishga qo'shildi. Mərgücün səgültü yaylaqqa berib tatarlarning hammasini boshlab kel. Bu qitim ambag'ayning urug' pushtini birini qo'ymay qirib etaman. Chapsan bu. Hop.
üst kattan bakçı. Yürü ulan, yürü ulan. Yürü ulan. Moğol Qiyan qabiləsinin ağsaqlı Yasugey yaylaqqa kelin bulashqa kelgan niqobliklarni mag'lub qilib, Qo'ng'irat sahib jamoli o'linni qutqizib oladi. Shuningdan boshlab u yosh ham go'zal, nomi tarixda mashhur bo'lgan bir rafiqaga ega bo'ladi. Lekin bu ahvol Oltin urug'idagilarning ichki qismida Toychug'ut jamiyati va Jurkin jamiyatidagilarning noroziligini ham qarshiligini qo'zg'aydi. Hamda markitlar bilan tatarlarning Mo'ng'ullarga bo'lgan qattiq o'sh adovatining kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan bu ikki o'lisdikilar o'zaro ittifoq tuzib, Mo'ng'ul Qiyan qabilasidagilarga qarshi keng ko'lamli hujum qo'zg'aydi. Yasugey, bu hammasi sening kasofatang. Mo'ng'ullarni yana qon to'kishga majbur qilding. Şum ağzını şum. 15 yıl ilgili Tömürçin ögü tutup bergen adam senin baban emesmidi? Bu kan kısasını bulatın ammay koymayman. Emmenglarning esidi bardi. 15 yil ilgari merhum Qag'an Ambag'ay oq ko'ngillik bilan bir necha nökarni elib tatarlar bilan qudilishga borgan. Lekin qarniyatli tatarlar oqsiqli Tömürçin o'ga merhum Qag'anni bog'lab oltin xonlikqa olib bergan. Rahimsiz oltin xoni Shizong merhum Qag'animizni chormiqda tirik mixlagan. Tatarlardan qisasimizni olaylik.
1162 yil yozda Mo'ng'ullarning Qiyon qabilasi tatarlarga urush qo'zg'adi. Hanım, nima bo'ldilar? Ha? Hanım, nima bo'ldilar? To'shqan o'xshamamdi. Oy, hocamning mushundaq chaqda bo'lmaganini qarmamdigan. Avaylislar hanım. Sizlar qo'ng'iratlar bundaq urush chepishlarga ko'namaysizlar, qichim. Avaylislar, asta yaslar. Mo'ng'ul xotin bo'lgan ekanman. Ko'k tangrining irodasiga bo'ysunmay ilojim yo'q. Urush tag'dan qulab tushgan toshqa o'xshaydi. Uni hech kim to'siyolmaydi. Ilohim. Qarindoshlarimiz urushda zafar quchib. Aman eson qaytib kelgay. Ақсақал, оғылларны көріп асла. Ақсақал, бала қоқып кетмісін? Bizden altın urug'dikilar herkes mi qo'rqinchoq emas? Ay? Qo'lini nemachi chin siqimda olgandi? Abkilar ko'rib boqay. Nemini siqimda oldi? Abkilar. Balaning qo'lidagi nima ekan? Uyul qon ekan. Yoqay.
tug' sepining pöpük ekan. O'lin, qaltis ish qildingiz. Menga tug' pöpük siqimda bo'lgan o'g'il tug'ib beribsiz. Tug' biz Mo'ng'ullarning jang ilohi. U cho'ng bo'lganda cho'qim dunyoni zilzil keltiradigan botir bo'ladi. Balaga ism qo'yaylik. Oğlum, ben Tömürçin ögeni tutup kelgende tug'ildi. Şuna onun Tömürçin deb ism qo'yayli. O Tömürçin deb atashga munosib. İsmi jismiga loyiq Tömürçin. To'xta. Tömürçin ögening kallasini al. Yasugay! Meni o'ldirib! Avlodlarim bu qon qissasini hargiz unutmaydi! Qonunni shiq! Yana birisi o'libdi. Canım Buka. Jığlama. Qara. Mana bu Mo'ng'ullar bizga yog'dirgan ofat. Jalım Buka. Tömürçin o'ganing yolg'iz qolgan o'g'lisan. Seni beqib cho'ng qilaman. Uzoq o'tmay biz yana qaytib kelamiz. U chaqda qon to'kadiğini, zarlaydiğini, o'ladiğini biz emas, balki Mo'ng'ullar Yasugay. Dada, ana. İki o'q tegibdi g'o. Chiqilma. Mening o'ljam. Uni men otqan. Sen sog'risiga otding, men beshiga otdim. Elik albatta mening bo'ladi. Men yiqitmagan bo'lsam, sen uni hargiz ko'maytding. Men tekkizmagan bo'lsam, u allburun qochib ketadi. Undaq bo'lsa, tang bilishayli. Meni yiqita olsang, shunda qilayli. Yiqita olsam-chu, ilikni sen ip ketsan. Agar men seni yiqita olsam, ilikni qanqimay menga bersan. Ma'qul, kela. To'xta! Nima? Gaping turmamsan? Yiqita olgan odam ilikni olib ketdi dedik. Lekin qandoq bo'lsa yengan hisob bo'ldig'ini deyishimdi. Qandoq bo'lsa yenganlik bo'ladi. Yad yotgan odam yengan bo'lmas. 3-2 mayda yiqsang yengan bo'lsa. Tura! Eng oxirgi maydonda yengish belgilandi.
Bo'ldi, yengildim. Yaqında og'rib qolgan edim. Şun mağdırım yo'q. Keyin yoylag'an kelib, qayta chalishman. İsming nima? Kimning bolasisan? İsmim Jamuqa, Jadaran qabilasidan. Sen Jadaran qabilasidanmi? Nima? Sizmi biz Jadaranlarni qo'soqtil yetim qolganning avlodi, yot urug'dan bo'lgan deb yaratmay otamsiz? Jadaranlar Burjigin urug'dagilarga o'xshash, hammasi Mo'ng'ul. Lekin sizlar oltin urug'dan. Jamuqa. Men bilan qasamlashishni xohlamsan. Sen irodalik, aqlli ekansan. 5 inim bo'lsa-mu, sen bilan oqifki bo'lib o'tishay deyman. Men Jamuqa bilan qasamlashman. Bugundan boshlab hayot mamatda birga bo'lamiz. Lavzimizda mangu yonmaymiz. Bu tush qo'ygan o'shoq yodgor bo'lib qolsin. Do'stligimiz tushdek mustahkam bo'lsin. Mening bu iliq o'shug'im, tush qo'ygan o'shug'ingdek qimmatli bo'lmasa-mu, lekin e'tiborliq narsam. Buningga tush qo'yilmagani bilan sen bo'lgan do'stligim tushdimi mustahkam. Yaraysizlar. Cho'ng bo'lganda yayroqdagi ajoyib boturlardan bo'lasizlar. Kelinglar. Elikni ishkinglar, tang bilishinglar, ha? Yo'q, boy yengilganman. Biz qasamlashgan halovatni tang ko'rib, japonimi tang tortimiz. Ma'qul, olay. Hocam, hanım yeni tug'di. Nima tug'ibdi? Qiz tug'ibdi. Oxiri menga qiz tug'ib beribdi-da. Hanımning bu qitim qiz tug'diganligini men burunli bilgan edim. Ha? Sen qanday bilasan? O shuncha ko'p o'g'il tug'di emasmi? Bu qitim albatta cho'qib qiz tug'di-da. Chu! Bu qitim qiz tug'dim. Ay, qiz o'sni bo'pti. 9 yil ichida 4 o'g'il tug'ib berdingiz. Ha, sen kim tug'ding? Mana 6 oldu-ku. Hay, Tömürcin, sınlangı çekilme. Sizlar onu o'g'il tug'ib ber demaganmidilar? Ay, bundan keyin bu ishkinglar to'xtamay to'qsanglar, yanada o'xshash-ku, ha? Yig'lama, oppoq singlim, yig'lama, ha? Oppoq singlim. Qarang Tömürchinga, menga nima degan o'xshagan? Qara Tömürchinga dadamga nima degan o'xshagan. Hay, qachig'in chiqib o'ynanglar. Tömürchin, bu yoqqa kel. Apang bilan maslahatlashadigan muhim ish bor. Nima ishdi? Tömürchinni o'ylab qo'yaylik. Nima? O'ylab qo'yaylik deyman. U tex bola tursa. Ay, onaning nazarida bola degan mangu bola. U endi 9ga kirsa. 9 yoshni kichikligidan bo'lmaydi. Qaramamsiz o'g'limizga. Yayloqdagi oygirdek turmamdi. Ya, neyze qilishga mahir. Otqa minib olsa, shamoldan qilishmaydigan yigit bo'ldi bu. Lekin bir uyni boshqarolmaydi-da. Boshqara olmayman. Sen nimaga aldiraysan? Yayloqning mushu tinish sharoitidan foydalanib, qo'lim bu yerdagi tog'isining oldiga berib, qo'ng'iratlar bilan beshini bog'lab qo'yay. Bir necha yildan keyin to'yini qilib olsak, navr chavrilik bo'lib ketmaymizmi, ha? Yasugay. Yayloq odati bo'yicha beshi bog'langan bola qizning uyida ishga yo'g'il bo'lib turadi. Tömürchin tex kichik tursa. Qarchig'i bolasi o'zi ushqandila, qanot qatidi. Odam bolasi ota-onasidan ayrilgandila, hunar o'rganalaydi. Tömürchin bizdan ayrilsa, o'zigami, bizgami foydali. Undaq o'ylagan bo'lsalar. Bo'pti amsi.
风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园，因为你而辽阔，到处传扬你的恩德，在牧人心头铭刻，深深铭